Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bugungi video roligimizda kaklik qushlari haqida gaplashamiz. Bu qushda biz asosan 4 yil, 5 yil bo'lib turganimizga va endi ijtimoiy tarmoqlar endi qo'yapmiz. Sababi avval bu qushni o'zimiz boqib, kasal bo'lsa qanday dori berish, qandoq ko'paytirish, qanday uslublarda boqishlarni o'zimiz olim tajribadan o'tkazib, bu qushlarga ancha tajribamiz oshdi. Endi sizlarga ham tavsiya qilamiz. 3 xil uslubda boqiladi. Birinchisi dekorativ, buni sayragan chiroyli sayraydi. Sayrashda foydalari ko'p. Ya'ni uyda chayon bo'lsa chayonni qochiradi. Ikkinchisi tuxumiga boqiladi. Ya'ni tuxumi o'ta kaloriyasi kuchli. Yosh katta insonlarga va hazm sistemasi yaxshi bo'lmagan insonlarga tavsiya qilinadi. Bu asosan qir adirli qushi hisoblanadi. Bu O'zbekistonda iqlimiga, issig'iga ham sovug'iga chidamli. Ancha chidab keldi, xudoga shu sovuqlardan o'tdi. Bu qushga katayda boqiladi. Iloji boricha skvazon katay bo'lmaydi. Mana shunaqa duolli katay yaxshi. Bu qushimiz turpoqlanadi. Tez-tez turpoq alishtirib turiladi. Va bu qushning katagining bo'yi 1,5 metr, 2 metrgacha bo'ladi. Baland qilsangiz ham bo'ladi, lekin baland qilmasdan past qilsangiz ham bo'ladi. O'rtacha 1,5-2 metr ma'qul. Yana ma'lumot tariqasida aytib o'tamiz. Bu 10 qo'limda turgani urg'ochi qush. Bu qushda erkakka nisbatan bichimi holati kichikroq bo'ladi. Pixi bo'lmaydi. Boshini orqasida pati to'kilgan bo'ladi. Sababi bu tuxum tug'ayotgan urg'ochi. Tuxum tug'mayotgani pati bo'ladi. Tuxum tug'ayotgani pati bo'lmaydi. Ya'ni bosish hisobiga pati bo'lmaydi. Bu erkagi ayolga nisbatan pati ko'p bo'ladi. Yaltillab chiroyli bris beradi. Oyog'ida mana pixi bo'ladi, mana. Pixi. Yaqinlashib ko'rsa pixda. Oyog'ida pixi bo'ladi, pati bo'ladi. Kallasi dumaloq bo'ladi. Urg'ochining kallasi kichikroq bo'ladi. Erkagi go'shtga boqiladi asosan. Bu qushimizni asosan barchaga tavsiya qilamiz. Ya'ni immunitetni mustahkamlaydi. Ancha kaloriyasi yuqori. Uyda yosh katta insonlar uchun juda manfaatli go'sht turi, parhez go'sht turkumiga kiradi. Bular 1 yildan tuxumga kiradi. Ya'ni 2024-yil misol mana shular tuxumni tug'yapti, to'plab inkubatorga ochilyapti. Buni o'zi tuxum bosib ochmaydi. Bular inkubator jo'ja. Shuning uchun bu tuxumlarni inkubatorga olib borib ochiramiz. Bir yilgi jo'jalar keyingi 2027-yilga tuxumga kiradi. Qo'shimcha ma'lumot sifatida aytamiz. Hozir bizda bu kaklik qushimizni 3 xil turdagisi bor. Birinchisi yosh katta kakliklar, ular sho'rva va kattalarga xasta insonlarga immunitet ko'tarish uchun yetishtirgan kakliklarimiz ham bor. Ikkinchisi tuxum tug'ayotgani ham bor. Uchinchisi jo'jalari ham bor, qiziqqanlarga. Kimdir kattasini olib bir sho'ra qilib ichadi, kimdir tuxumini ko'paytiradi, dekorativniga boqadi. Dekorativni qiziqishga, manzaraga boqadi, ham tuxumini oladi. Shunaqa so'raganlar ham bor. Va jo'jasini yoshligidan katta qilaman, yoshligidan o'zim qo'lga o'rgatib, yoshligini o'zim boqib katta qilaman deganlarga jo'jalarni ham yetishtirib qo'yamiz. 10 kunlik, 20 kunlik, 1 oyligi bor. Inshaalloh jo'jalarni ham qo'yamiz. Bu o'rta yoshdagi tuxum tug'ayotgan turkumi. Endi hozir biz ko'rgan yosh kattalarda so'yishga mos, uni so'ysiz ham bo'ladi. Uni boqsiz ham bo'ladigan kakliklar kataga o'tamiz. Qo'shimcha ma'lumot, betxona torligi uchun, qushlar ko'pligi uchun
ancha pat to'kilgan, lekin bu keng xoli joyda tutsa, yayrab tutsa, patlari ham tiniq bo'ladi, urg'ochisizniki ham. Bet qush ko'pligi uchun pat ko'p to'kilganlarni ko'p turibsizlar. Bular qush ko'pligi hisobiga to'kilgan. Endi bu 4 ga 1, 6 ga 1 sifatda yashasa bo'ladi, yashaveradi. 6 ta urg'ochi, bitta erkak qilib boqsalardan bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, bu katagimizda kahlilarimiz soni ozligi uchun kahlilarimiz patlari ham chiroyli. Nari katagimizda kahlilar soni ko'pligi uchun qisilishib qolibdi, bir-bir patini cho'qishib olgan. Shuning uchun katta katagida ozroq kahli boqish tavsiya qilamiz. Kahli tuxumi. Qiziqqanlarga tuxumlaridan bor.